Marg'ilondan shoxtar yurgan erkaklarimiz uchun zo'r ish topib berdim. Mana ko'rib turibsizlar, mebellarni yonlari shunaqangi laminatdan bo'lar ekan. Poli yonlari, yon qismlari. Chetga ishchilar zaril. Kimetga dazmol bosib, keramika yengil, og'ir mehnat yo'q deyapti batda. Undan tashqari tayyor mahsulotlarga kraska sepgani ham kraskachi bolalar zaril ekan. Mana ko'rib turibsizlar. Mebel sexidamiz. Marg'ilonlik, faqat Marg'ilonlik erkaklar kerak. Aka, yuravering, tishlarini ham ko'rsatamiz. Shu sohani tushunadigan odamlar bo'lsa, og'ir mehnat yo'q ekan. Kuniga 150 ming, 300 ming so'mgacha ishingizga qarab topsangiz bo'lar ekan. Yana bir yo'nalishlar bo'yicha ishga taklif qiling. Albatta, svarshi akalarimiz bo'lsa ham, mana qilinayotgan mahsulotlar ko'rsatib bering, mana bir qator. Kontashniy svarkani biladigan erkaklar bo'lsa ham ishga taklif qilyapti ekan. Mana ko'rib turibsizlar. Ekran pastida nomerlarni yozib qoldiramiz bu ishxonani. Manzillari Marg'ilon shahar, Toshkent betagidan o'tganingizda Istiqlol to'yxonasi bor. To'yxonani oldida, yonida joylashgan. Bundan tashqari ish oqtarib yurgan ayollarimiz bormi, erkaklarimiz bormi, xohlagan sohangizdan ish topib beramiz. Bizni yo'qotib bermaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib keting. Bu ishxonaning nomerlarini ekran pastida yozib qoldirdik.